Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli qarindoshlar, men qarindoshimdan Abja Ala. Bugun yana bir her birleri bilen yeni bir programmada ortaklaşaydık. Göz karşılarımızı. Bugünkü programımızın mavzusu muhaciretdeki teşkilat ve teşkilat fidakarlarına, reislerine bunun iki çıkaylı degan mezmunda. Hoş qarindoshlar, men 2 kun avval Facebook'daki üzərimdən sahibisiga Sharq Turkiston teşkilatlarımızga igi chiqayli degan şekildeki bir qisqa yazmanımni yolladım. Yollagandan keyin nurg'un yaxshi inkaslarga ega bo'lgan bo'ldim. Undan keyin yana bir chaqiriq şekilde bizning hozir mushu muhaciretdeki eng xalqaroga tunulgan ve xalqaradaki her qaysi sahnelerde Sharq Turkiston meselesini izchil anlatıp kelayotgan Dünya Uyghur Qurultayı'nın xalq buluş sübutimiz bilen bularni qanchalikimiz qo'llaymiz, qo'llash şekilde videoluk program işlesek qanchamiz ovoz qo'sha olamiz degan şekilde bir raysinash ilib borgan bo'ldim. Bunda da nurg'un qarindoshlarımızning har xil şekilde o'zlarining yozmacha ve videoluk inkaslarını bildirgen bo'ldi. Biz yani Dünya Uyghur Qurultayı'nın arkada Dünya Uyghur Qurultayı'nın xizmatlarini muayyanlashtirganligini hem izchil qo'llab quvvatlaydiganligini so'zlagan bo'ldi. İnkas bildirgen bo'ldi. Şuna bilan yana bir turkum insonlar bizning, yani mening ayrimxonamga ve bana bir şekilde mening ovozimni elib olish, meni biraz Ramazan mezgillerimde yoki o'zimning kishilik inovatimga, shaxsiyatimga hujum qilgan şekilde meni ovozimni meni tillandirib yoki bo'lmasa qaqshitib yoki bo'lmasa ba'zi bir şekilde tiyirkib turgan şekilde ovozliq bir narsa ovozimni elib olish ve onu taqitib bir şekilde yana bir inovatimizni bulg'aymiz degan şekilde men bilan ayrim şekilde qilgan bo'ldi. Ular maqsadga yetolmay qoldi. Chunki biz bu izchil turda o'zimizning har xil beshimiz o'tgan tajribalarimiz bo'lg'achqa bularni qanday farqlantirish, bularga qanday gap qilish, ifodalash jihatda biraz o'zimizning tajriba saboqlariga asosan bularga yo'qliq shaklida o'zining gapiga qarshi bir ifodamizni bildirgan bo'ldik. Izchil turda ba'zilarimi ayrimxonamizda bizni her xil şekilde yana zidimizga tegadigan ve yoki bizni bir şekilde o'zicha ro'yini tushirma, buni sundurma degan şekilde bir uchurlarni yozgan yoki gap so'zlarni qilgan bo'ldi. Buni xotirlab qo'ydik. Buni bir şekilde bir o'tirg'a tashlab, oshkorlab biz ular qilgandek, ular şekilde usulni qo'llangandek ishni qilishni biz qilmaymiz. Biz o'zimizning uslubi, o'zimizning yo'li bilan meselelerni hal qilishga tirishimiz, hal qilib ketamiz inshaalloh. Şunu bilan birga, hamda bu mayli xizmat qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayı olsun ve yoki boshqa yaxshi xizmat qilgan qarindoshlarimizni izchil şekilde bular bir narsani tutqi qilib turib, yoki uni dedi, buni dedi deganga o'xshash hujumlar ko'payib kelmoqda. Ya'ni kim o'tirg'i chiqib bir şekilde xalqiga manfaat yetkazman desalar, mayli o shaxs olsun, mayli dunyo o'xshash teşkilatlarımız olsun, mayli ma'riflarga, mayli o'limalar birligi olsun, mayli boshqa xizmat qilayotgan aktiv teşkilatlar o'tirg'i chiqib bir narsani o'tirg'i chiqqandan keyin deblam mustaqillik va avtonomiya degan bir to'qmoqni ilib olib bular kim beshini ko'tarishini urma, tunjiqtirib o'taman degan shaklda harakat edib beryapti. Bu kimning asosiy maqsadi, kimning shunday qilish orzu umidlari bor deganda Xitoy tajovuzchilarining shunday. Xitoy tajovuzchilari izchil turda bizning Sharq Turkistondan mayli Sharq Turkistonda olsun, mayli hijrat muhaciretdeki Sharq Turkiston davası ortib ovoz qo'shayotgan qarindoshlarimiz izchil turda obro'yini xunuklaştirib keldi. Ularni xalqning nazaridan ilib tashlashga, xalqning bir şekilde qo'llashdan ayirishga uchun harakat qilib keldi. Masalan, yaqinqi zamondagi mayli mushu 1933-yildagi Sabit tomonlamni bo'lsin, Sabit tomonlamni
Yani aşındaq öktüçi, həsədxor, yakumsu, şu aramızga silingan meyli Xitayning, meyli Rusiyaning jasuslar qandaq qildi deganda, u kishini mucho bir şekilde qurgan hökümetimizni nayt qisqa vaqtning ichida yiqilishga shundaq nimada sababchi bo'lgan bo'ldi. Ama umumiyatni xalq bo'lgan, xalq deb yurganda vaqtida shu nimalarimizni, reislarimizni, yetakchilarimizni qo'llab qolamadik. Sabit tomonlarni faqat ikki chiriklam etmadi. Bir davlatning bosh ministri bo'lgan, elbeshi bo'lgan bir yetakchimizni diniy va siyosiy jihat yetishgan bir olimni cho'p, bir ikki tal odam Harunning keyniga silib ep ketsa Urumchiga 4 o'g'il olib chiqib, "Ne gap ketib borsa, men kimchi?" deb quloqqini için salomladik. Bu tragediya 44-yili qurilgan Cumhuriyetimizning qurg'uvchilari bo'lgan Ilham To'ran bo'lsin, Ahmadjon Qosimi va shunga o'xshagan rahbarlarimiz uchun bir şekilde aldab borib aeroplanda voy avariya oldu deb qilsa, hattoki meyitini ichib mana ko'ralaymiz, nima ko'rmaymiz biz buni. Acha mana ras ko'yib ketganmiz ko'rlar deganmidik. Shunchalik darajaga ega chiqamiz shunchalik yeriga. Apırıp deb kömanglar, qaramanglar, bek ko'yib ketdi, ne olib ketsizlar, deb apırıp ko'mib etdik. Ilham To'ramni 6 ay Rossiyaga kirgitib, "Endi men haq nima deydi-ki, men izdendik" desa, u odamga mega chiqamiz. Cho'g'lar Rossiyasida nimaga apırıplam nazarband qilib, bu odamni bunday shaklda yo'qotgan. Demak, undan boshqa mayli Mamtun Bug'ra, Aysa Aliptekin bo'lsin, buning keyincha izchil turdi-ku. Bizdillik, biz suratlik ba'zi bir insonlar chiqib mushlig'i qorlidi va tuhmat qildi, har xil shaklda ahonat qildi. Undan boshqa yaqin zamonda mayli Rabiya Qodir xonim bo'lsin, 10 necha yil shu da'voning ustida izchil turdi. Kecha kunduz jafo chekib. Bugungi kunda deganda, ashu bir ana shuni oldagi ovozlarni kirishtirib, qanday deganda, to'pladi qurib, shular taqdiryapti. Hozir Facebookda izchil turdi. Hani bugun hozir 7 soatni oldin tarqatganini ko'rdim. Demak, mushundaq sist harakatlarni olib beryapti. Inoatini tushirish, xalqning obraz odini xunuklashtirish. Qarindoshlarimiz mayli xalmarat olsun, ya bir şekilde tunulib xalq uchun bir oshkor holda maydonga chiqib, burun yushirin qilgan bo'lsa, hozir oshkor holda maydonga chiqib bir xizmat qilayotgan xalmarat olsun, mayli Kuzzat olsun, mayli Arslan Hidoyat inimiz olsun. Buning uchun bir ketgan bir gap so'zidan azroq bir ne qilib ketgan bir tafakkur qilib tushunamiz, anglayolmaydigan gaplardan cho'p qusur izlab ulini shunday shaklda cho'p o'ttirga chiqib oqchikan, ko'kchikan yo'q. Andaqchi mandaqchi degan shaklda cho'p harakat qilib beryapti. Qarlavdi qarab turib. Ay ekranliga, ovozliq va ekranliq chiqib cho'p ularning cho'p shaxsiy g'ururiga, inoatiga daxl tarz qildi. Yaqin mana bir ish gapda bo'laydimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyiga Germaniyadagi bir ko'chmanning masalasini tutqib turib, Dolqan Yesafani va boshqalarga til tekizib. Ulug' Ramazonda mush ekranga chiqib turib, ularga bir shaklda til tekizib. Ayrim to'pladi deganda, ashilning daritmilab qilayotgan, ashilning siz u yoqdan bu yoqqa ko'tarib degan gaplarni to'pdan to'pqa o'sha Ramazon ulug' oyida ashil yetkab o'ynadi. Ular hamda Ramazon bu ulug' oyining nimasini tushunmaydi hamda. Chunki buni bilmaganligi uchun. Ham uning iymonining qanchalik emasligini Alloh hukm qilguchi, biz uningga bular fosiqmi, masiq, qisiqmi demaymiz. Uni Alloh hukm berdi uning ustidan. Ammo biz oldimizda qilgan harakatga qarata shuning qilganligini, shular qilayotganligini ko'rib turib biz bunga shohidlik beramiz. Qiyomat kunida biz bundan guvohlik beramiz. Mana bu qilgan, mana shu qilgan deb guvohlik beramiz. Uning a'zolari bu guvohlik beradi, shu yutkigan qo'llari, shu ko'rgan ko'zlari, qilgan ig'izlari, tillari Allohning oldida guvohlik beradi. Bu u guvohlikni nisiyat uyliqlik. Allohning oldida u qiyomat kunidagi u guvohlikni har bir a'zorimizning Allohning oldida javob beradiganligi ular buningga nisiya qaralik. Balkim o'ylamaqlik, bak aldarashlik sababidir. Onun uchun shuni bilan birga deganda u yerdagi qarindoshlarimizga bir shaklda bu ahonatni. Hattoki ba'zilari telefonda urib ovozini ilib uchun haqorat deb tilgan, og'zini buzgan bo'ldi.
Ama sezgür qarindoshlarimiz bularning ovoziga mushta shaklda qilayotganligini bilgachga nayt ham Ramazon mezgilida o'zini nayt tutilib, nayt loyig'ida javob bergan. Shuning bilan bular nima qilolmagan. O'tirg'a chiqarmagan gap. Bo'lmasa, shunda og'izdan biroz qiysib ketib qolgan bo'lsa, insonchilikda g'ajjidi kelib, endi esa sen kim deb qolgan bo'lsa, voh, uni degan o'sha kino ishlab, o'sha yerda to'pdan to'pqa yetib o'ynaydiganlar. Bizni yetni shunday yetkazdi. Allohning izni bilan yaxshi kishilarni Alloh ishda qo'g'dab qoladi. Ishda saqlab qoladi. Endi buni qilayotganlar kim o? Buni qilayotganlar men uningdan burunmi diqqat qilib keliglik. Men diqqat qiladigan, men deb qo'ygan mening 8 soat vaqtim asosliqmi shu. Kompyuterni oldida o'tadi. Men mayli ijtimoiy uchur vositalari bo'lsin, mayli mushu Facebook, Twitter bo'lsin, ham mushu xizmatim mishada. Men kimning nega nima yo'llayotganligini, kimning kim bilan adashligini ayt yaxshi bilib turman. Hattoki kimning Xitoyning odami ekanligini mo'cho, qaysi Xitoyning Urumchidan to'rbetiga chiqayotganligini, to'rga chiqayotganligini mo'cho ko'rib turgudek ahvolga keldik. Şuna endi bu şekilde bizning 2022-yili Xitoyning Olimpiyaga qarshi elib berayotgan bir tashviqot nimamizni taqatganligimiz uchun hujumni bizga boshlagan bo'ldi. U bir tutqisi, u bir asli tutqilingan narsa. Asli u hech qanday asosi yo'q. U o'zining yo'lida ketavergan yoki biz u Xi Jinpingni sotqa chiqargan narsaga qarshi harakat qilib bormadik. Biz faqat Xitoyning 10-sida o'tganki programmamda dedim, 10-sida e'lon qilingan mumkinlik keyniga yondirib sanash harakatining boshlanganligi faoliyatini buning qarshi biz nima degan axborot vositalari kun tartibga kelsin degan shaklda Xitoyning yana bir hafta beshirisi deb 2022-yilda Olimpikni o'tkazsa bo'lmaydi. Bu Sharq Turkistonda mana jinoyat qilayotgan. Shuning uchun o'tkazish bo'lmaydi. Buningga fursat bermas kerak degancha bir qarshilik, norozilik faoliyatini olib bordi. Buningga chet el matbuotlari nurg'un kishilar ovoz qo'shib, buni shu kun tartibga tirishyotidir. Ammo buningla qilancho deganda, voy 3 yildan keyin bo'lgan ish, 3 yildan keyin ozodlab ketdi, 3 yildan keyin bu ishga manda ta'sir qildi, 3 yildan keyingi avvalga bu hozir avarolab bu yerda vaqtni sarf qilyotdi degan shaklda qilib turib, buningga qarshi harakat qildi. Bu yerda ma faoliyatning biz 3 yil davom qilmaydiganligini, bu faoliyatni 3 yildagicha shaklda ilib borgan narsa emasligini. Buni izohlagan bo'lsakmi, buni anlamaslikqa, buni parvo qilib. Chunki bularning maqsadi bir narsani tushunish, tafakkur qilish va buning qartacho bir ish harakat ilib berish emas. Bularning maqsadi mendan boshqa men qilganning qilsa, men qilmaganni qilsam bo'lmaydi degan shaklda o'tirib chiqish. Ham mushu Xi Jinpingni yoki biz bir imzoni tutib qilib turib, o'zini mustaqilcha, o'zinicho nayt ish qilayotgan ko'rsatib turib, boshqa odamni dumbalashga sharoit hozirlash. Bularning maqsadi bu. Buningdan boshqa maqsad yo'q. Bular qandaqdir g'imi Xitoyni nima qilish, Xitoyga zarba berish, Xitoyni tillash, Xitoyga amaliy harakati bilan, vaqti bilan, zikni bilan shirkat ilib berish emas. Bularning maqsadi shu ish qilayotgan, mayli Dunyo Uyg'ur guruhi bo'lsin, mayli qaysi bir tashkilot bo'lsin, shularni so'kash, shularni ayini ichish, shularni ekranning oldida turib tillash va ba'zi bir fidokorlarimiz shularning ba'zi bir ahvollarini tutib qilib turib, shularni so'kash, shularni urishlar, bundan boshqa maqsad yo'q. Deb bo'lgan gapi, bu avtonomiya kishilik huquq talab qildi. deydi. Buni aqlli odam bo'lsa, buni xalqaro vaziyatdan bunda bir xabar va xalqaro vaziyatni tushunayotgan, kunda bir nima shulayotdi, Uyg'urning vaziyati nadadan nariga keldi. Hozir nima ish bo'layotdi? Uyg'urga vakillik qilayotgan tashkilot qaysi? Uyg'ur qaysi yerda kishilik huquqni da'tidi? Qaysi yerda diniy masalani hal qilyotdi? Qaysi yerda til yozig'imizni da'tidi? Qaysi yerda kishilik huquqni targ'ib qilyotdi? Qaysi yerda bizning bir mustaqil davlat ekanligimizni bildiryotdi? Buni bilmaydi bu. Bularning qayerda qanday so'rinda qanday gap qilishini bilmaydi.
Çünkü bularda tecrübe yok. Bu davran sıravatkalı. Bular hiç kaçan bir emri iş kıp bakamaz. Yaşıgınıga 10 neçe yıl, hatta ki 20 yıl boğalı var. Emri onundan burun 20 yıl nima iş kıldın dese, dep bireleydigan bire, izini kılgan hizmetini bire varak yezip bireleydigan dek muço emri hizmeti yok. Hem de hizmet, obzorchilik, bir adamның ayvini içiş, bir iş kılvatkan adamның nimisini tosaş, onunla zarbe beriş, halkның kişilik obro'yiga, shaxsiyatiga hujum qilish, oila tavotirlarga va uningcha har xil shaklda uni sesitish bularning tibbiy xizmat yo'li bu. Prinsipi bu. Ishonmasanglar, kanalga chiqib ko'rib boqsanglar bo'ldi. Bularni taqib atgan Facebook kanalı var, YouTube kanalı var. Shu yerga chiqib qarab boqsanglar bo'ldi. Demak, buni ko'p sonli xalqimiz biluglik. Bularning nima ish qilayotganligini, bularning bir shaklda bir qonunli shaklda ko'rsatib tashyapti, ammo bularda haliqi qozonda nim bo'z chumush shu chiqdi deb bularda unday ko'rsatgan narsa yo'q. İqtidar yo'q. Bir teşkilatni quranmoqli, bir teşkilatni üçkü parçalab vayron qilib o'taylik. O'tgan yili birlashib harakat qilgan, aka bo'lgan, og'in o'g'illar bu yil mana 5-oyga kelmaylar, 4-oyning oxirlab tarmarolab ketdi. Bu nima deganda, bu aslida davlatning manfaati yo'q, bu yerda bir shaxsiy manfaat bor. Obro'yparastlik bor, o'zini ko'zitish bor. Sharq Turkiston davosining ustiga bu qilchilik shaklda o'zimizning shaxsiy manfaat ustiga qo'yilib qolib qolsa vayron bo'ladi. Men rais bo'laman, men boshliq bo'laman, men Sharq Turkistonga tamsil qilaman deb qilsa vayron bo'lamiz. Sharq Turkistonga biz kollektiv umum xalqning manfaatini chiqishni qilamiz. Biz mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, mayli shaxslarning Dolqin Iso Hidoyatlar, mening yurkim mushu mustaqillikdan boshqa narsa yo'q deb yurkini chiqarib, üstten olsa koyapazım. Ya bu onun jürki emas. Bu koyunun jürki deyishdan yanmaydi ular. Demek nima deganda, bular uni itiraf qilgisi kelmaydi. Masalan, Dolqin Isoning tilida Dolqin Isoning tushirib yutkisi bor bularning. Tushirib yutib boshqa tarimni chiqarsimi, uni tillaydi. 3-oyning 15-idan boshlab bir tilli tutdi. Shu 11-oyda Dolqin Iso va Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining xizmatini qilib keldi. Hammadan biladi o'zining xizmatini tep qilayotganligini. Ammo biz xalq bo'lish sifatimiz bilan shu tep qilayotganligi hech qoldikmi, chiqamadikmi? İlk chiqish qandaqdir u og'zi maymoq qilayotganligi og'zi bir kochda u deganlik emas. To'xtabdi, ey! Mar Ramzama ulug'ayli turyapmiz. Mali nima ish qilyapti, biz nima ish qilyapmiz? Sen nima ish qilyapsan? Mala kech kunduz uyda turadigan vaqti yo'q. Nerede yig'in bo'lsa shu yerga, nerede ish bo'lsa shu yerga, nerede 0.5% mi Sharq Turkistonning davosini olish fursati bo'lsa shu yerga berib harakat qilyapti. Hele Tayvan'ga beradi, Yaponga beradi, Yevropaning qaysi bir davlatdan shunday bir shaklda bir taklif yoki bir shaklda bir yig'ilib bo'lsa shu yerga yugurib beryapti. Ishini tashlab beryapti. Kechini kimdir oilasini o'rlashtirib qo'yapti. Shaklda yuguryapti. Qilyapti. Buni ko'rib turyapmiz. Ama bunu bilancho ko'rib turgunimiz, biz sizning oqingda bor, biz bilimiz sizni yaxshi qilyapsiz deb qo'yganga yetmaydi qarindoshlar. Demak, ABM'dagi yuqori misollarni ilishim qandaqdir, mayli 33dagi, mayli 44dagi, mayli mushu hozirgi kelgan mushu Sharq Turkistonning xizmatini qilayotgan, bular xizmatchi. Sharq Turkistonning raisi, Sharq Turkistonning o tashkilotning raisi, u nimasi deb qo'yganimiz bilan u xalqning chakiri. Xalq uchun xizmat qilyapti. Xalq uchun, o'zining vatani uchun xizmat qilyapti. U inson ba'zi bir xatoliklarni sodir qilib qo'yishi mumkin, lekin biz uningga samimiy shaklda o'zgartiradigan, samimiy shaklda taklif beradigan qilish bo'lishimiz kerak. Qarindoshlik mehr muhabbatimiz bilan. Ammo qandaqdir uningga bir to'pog'ini elib, sen bundan deding, deblam uni uradigan, uning beshiga qo'yadigan ishni qilsak bo'lmaydi. Her şekilde zarba berishni obyekt qilib olsak, her şekilde uni birini deb qo'ysak, deb qo'ysak, mening gapimni anglaydigan, mayli og'zimni bussam anglaydigan, mayli tillasam anglaydigan, nima desam shu dunyoning har qaysi qit'alariga yarab ketadigan va men yaxshi gap qilib o'xshayman, bo'lmasa taralamdi deb manda chaqlab kelayotganligiga to'xtabdi. Mana nima ish tarqitimiz biz? Bizga ham bu yetmamdi.
Bunun əməliyyatı bu tursa, bunu texi bir yəni texi oңlap mağanmasa, bunu pişnip basa taxtamdı ya iş qılamdı. Bunu bir iş qılğan halını körsək bulmamdı. Bunu mu iş qılıp, xalqıga bir payda kelib, mani qıldı xalqimiz. Mani bir elinglar dese bulmamdı. Bu Şərq Türkistan 1.848.000 kvadrat kilometr zemin aynı hakkımızda turupdu. Bu bir teşkilat, bir şekillik bir yer, bunu hemmeni şu idare qilib bulanmaydı. Bek hukuk talep qilgan, arzu qilib ketgan bo'lsanglar, Şərq Türkistanni chiroyli qulanliq ala olsanglar, chiroyli Şərq Türkistan xalqiga xizmat qila olsanglar, biz yana xalqqa ovoz qo'shib, degan yeringizda bir yevasak, shu yerga bishmanlikni qurib olsanglar, shu yerga bir huquq bersak biz sizlarga. Ama bir iş qilib, anandan keyin olsanglar bu huquqni. Xalq ish qilmay turib, ish qilayotganlarni tillash bilan, ish qilayotganlarni haqoratlash bilan bu huquqni, bu imtiyozni ololmaydi. Unimi xalq sizlarga ishini berolmaydi. Agar rost xalqinglar uchun xizmat qilsanglar, xalqinglar uchun xizmat qilayotgan xalqning chokarlarini tillamanglar. Haqoratlamanglar. Sizlarga iymondan, ihsondan so'z ichishimizning hojati yo'q. Sizlarga tabliq qilib, dinga da'vat qilishimizning o'rni yo'q. İnsanda bir insonlik bo'lsa, qalbida insonlik bo'lsa, bu yetadi. İnsanlık bo'lmagan odamda uning ne din, ne Allohning sevgisi ya qarindoshlik, muhabbat miyaga tushmaydi. Bizning gapimiz inshaalloh mana yurtimizdan chiqqan bo'lg'achqa, biz hech nima tayyorlab olmay, yezib olmay, o'zimizning shu Allohning bergan ilhom bilan gap qilamiz. Qandaqdir bir tizis qilib, qandaqdir bir ratlab o'qib bermaymiz xalqimizga. Biz Alloh rizoligi uchun bir shaklda bizni bunda deb haqorat etganlarning kimligini xalqimiz biladi. Biz texmi yaxshi bilamiz. Bizni kimning tillayotganligini, kimning haqoratlayotganligini, kimning bizga shundaq ses unutganligini biz yaxshi bilamiz. Biz tushunmaydigan, bilmaydigan yoki bilinmaydigan yerda emas. Allohning izni bilan Alloh shunda bir imtiyozlarni berdiki bizga. Hattoki ba'zilar o'zining qilgan narsasini o'zi ekib beryapti oldimizga. Shuning uchun bu o'ttirdagi ziddiyatlardan, bu o'ttirdagi ba'zi bir hasadxo'rlarning, ba'zi bir ko'ranmasligining harakatini ulg'aytayotgan, buningga turtkilayotgan, buningga desteklayotgan Xitoy tajovuzchilari. Buni ya biladi, buni bilmaydi. Xitoy tajovuzchilari bizning har qaysi sohaga, har qaysi qatlamga, har qaysi Şərq Türkistandagi masalan har xil shakldagi insonlar bu shaklda harakat qilishga urinadi. Mayli bu o'ttirdagi talash majrani opir taqtish olsun, mayli yetkizish olsun, mayli suxanchilik qilib buni ko'ptirish olsun, mayli kalla so'qashtirish olsun, buningda aktiv rol o'ynayapti. Xitoyning istixboratining qo'yganlari qaranglar. WhatsApp'da ayrim grupi var, Facebook'da ayrim grupi var, Twitter'da ayrim grup, ayrim vazife, ayrim xo'jayinlar var. Hiç qandaq işimiz, muhaciret, Xitoyga qarshi hech qanday harakatimiz Xitoyning bir şekilde bununla sirtdan ve ichki jihatdan aralashmayotidi diyemeyiz. Her şekilde sınıf kirishdi. Bunun uchun biz texmi hushyor bo'lishimiz kerak. Xitoy bizga qaysi jihatdan nima qilyotidi, qaysi jihatdan qanday ojizligimizni bilib, qayerdan hujum qilyotidi, qanday shaklda bizga mushta kalla so'qashtiradigan, mushundaq bir shaklda zarba beradigan ishni qilyotidi, qanday shaklda bizni umidsizlantiryotidi. Buning uchun biz qanday tadbir olamiz? Shuning uchun bu o'ttirdiki bundaq suxanchilik qilayotgan, hasadxo'rlik qilayotgan, mustaqillik, avtonomiya deb bu to'qmoqni yasab insonlarimizning beshiga urayotgan, tashkilot boshliqlarimizning beshiga urayotgan bundaq insonlarni yaxshi tunishimiz kerak. Bularning majanda tizilgan bo'lsa, hammasi bir jipning nimasiga ulanib qoladi. Bularni har qaysi bir necha davlatda bor, bular hammasi ayrim guruhlar var, ayrim maslahat ish zarba beradigan harakatlar var. Nima degani bularning zarbasi asosli sestish. Bir insonnikini sestish. Meniki 6 ay burun Elaqay Osman Turan degan bir yetimninki meni tillagan ovozni yaqinda kirishtirib chiqarib qo'ygani, yaqinda tuyuqsizlam narsa emas.
Men bulğu terbiye qilganlikdan uningdiki chiqqan narsa u. Hem meni Dünya Uyghur Qurultayının qo'llovchisi, Dünya Uyghur Qurultayının uchu teşviqatchisi bo'lib ketib bordi. Buni biz zarb berib, bir yo'qitib etsakdi. Allohning izni bilan biz bu yo'lga, yana bir shuni deb qo'yay. Bu yo'lga biz inshaalloh kepinimizni kiyib chiqdik. Bilimizni iymon kemiri bilan mahkam bog'lab chiqdik. Bu yo'lda qandaqdir birisining pishnisi, birisining to'kmiti, birisining yog'i ovozimizni yoki uni buni kirishtirib, bizga zarb berishdan to'xtab qolmaymiz. Yoki bo'lsa buningdan uchiqib ketmaymiz. O'zimizni yo'qitib qo'ydigandan emas. Biz Allohning izni bilan nayt tayyorlik bilan chiqdik. Puxta tayyorlik bilan chiqqandimi? Shuning uchun biz buning nimasidan hattoki biz bilan yuzlashamaylik bular. O'ttirimizga kameralik chiqib yuzlashamaylik. Shunchalik darajada. Chunki bular botil. Shuna bular ojiz bo'lganligi uchun, qo'rqinchoq bo'lganligi uchun bizga bir shaklda oldimizga bir shaklda kameralik yoki bo'lmasa yuzdirani kelanmaylik. Biz bu bilan har qanday shaklda, har qanday yerda yuzlashga tayyor. Yuzlashalaymiz degan shaklda yashayapmiz inshaalloh. Shuning uchun qarindoshlar, bu shakldagi narsalarga qandaqdir bular Xitoyning taktikasi bo'yicha necha qitim dedim, bir yolg'on gapni 1000 qitim takrorlasak rostga aylanadi. Rostga aylantirib, yoki ish bo'lmaganda bunga ro'y zarb beramiz degan shaklda buning ovozini kirishtirib, yoki bo'lmasa suratlarimizni kirishtirib, to'p-to'plarga yo'llab bir shaklda o'zlik shaklda nayt zarb bergan, nayt qarshilik bildirgan shaklda hayajonlanib ketib bordi. Biz buning o zarbisidan qo'g'ab ketadigan, yoki uchiqib ketadigan, yoki to'xtab turya. Xatodimmi ya, mening yolg'iz qoldimmi ya deb qolgan ishimiz. Inshaalloh nurg'un qarindoshlarimiz ayrim xonimizga telefon qilib, qo'llarimizga telefon qilib, qarindishim, ishlamishda shaklda bo'ladi. Ramazonda savr qiling deb bizga nima shaklda savr tavsiya qiladi. Bizni nervizga bir ta'sir qilib qarindishimizning deb ansirgan qarindosh. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Qarindoshlik mehr bo'ladi degan shunday bo'ladi. Bir qarindishimiz bir musibat yetsa, shuningdan ish bo'lmaganda ahvol so'rash, to'xtab turay, men nima bo'layotdi, menga nima kelyapti, ish bo'lmagan Ramazonda men bundan qarshi turamasammi? Qalbimiz bo'lsin. Imonning eng zaifi qalbimiz bo'lsin, nafrat o'qish. Alloh razı olsun. Bizning teximiz sog'lom, teximiz sabit turganimizni ko'rib xush bo'ldi. Shuning uchun biz bu yerda bu nimaga nisbatan xizmatimizning aldirashlik bilan har zaman hozir javoblab ketolmaymiz. Chiqqan ishlarimizga nisbatan bizning ustimizdan yoki tashkilotdan chiqqan narsaga hozir javoblab ketolmaymiz. Buning kelish manbasi kim qilyapti, buni kim qildi, kim o'rlashtirdi, buni aks kim, fuks kim, buni yaxshi bilib olgandek, anan keyin to'xtab tura deb ikki qiz o'zimizning gapini qilib qo'yamiz. Shuning uchun qarindoshlar, bu yerdagi insonlarning shaxsiyatiga hujum qilish, bu tuhmat qilish, ba'zisi yumshoq, qo'rqinchoq odamni qo'rqitish, bu Xitoyning taktikasi. Bu taktikani bular ba'zi birlari iste'mol qilib, bu shaklda mushu tashkilotda xizmat qilayotgan tashkilot boshliqlarimiz bo'lsin, yoki shu yaxshi xizmat qilayotgan tashkilotlar bo'lsin, buning zarb berish harakatida bu Xitoyning bu o'yinini yurgizyapti. Bular hamini halok bo'ldi. Buni xalqimiz biladi. Xalqimiz buningga tegishli javobini ham bera oladi. Onun uchun biz xalq bo'lish sifatimiz bilan bu dushmanlarning yoki dushmanlik qilayotganlarning maqsad muddasini Dünya Uyghur Qurultayini hozirgi bu xalqarodagi inovatini va yoki Dolqin Aysoga o'xshash qarindoshlarimizning inovatini tushirish orqali bularni yo'q qilitish, ularni o'rniga o'zlarini destish. Asosiy maqsadi bu. Ama bunga yetenmeydi. Yetenmesimicho bu rezil, bu naiti işplas planı üçüncü hareket kılavatdı. Allah Teala'nın izni bilen Şarkı Türkistan halkının duası bilen bunu yetkizmeydi. Onun için bularning maqsad nishonini, maqsad muddasini aniq bilishimiz kerak. Hem bu uchun bir uchun qilayotgan buni kimlar? Bularni yaxshi tunishimiz kerak. Yaxshi tungan vaqtida anandan keyin mao manda adamkin, manda adamkin deb qo'yib. Anlıqallı bir narsani surishtirmay, uning keyinini qilmay, hozir javob ketib uni posiya bildirish bu to'g'ri emas.
Hamma odamning meni yaxshi ko'r, meni e'tirof qil deydigan bizning majburiyatimiz yo'q. Ba'zi odam uslubimizni deydi, yaxshi ko'radi, ba'zi ko'rmaydi. Ba'zi so'zlash ovozimizni anglashni xohlaydi, ba'zi xohlamaydi. Biz xohlamaganni nima ish xohlamaysan? Nima ish xohlamaysan deydigan ishni qilmaymiz. Ba'zilar tal mushuni qilyapti. Sen bizning deganimizni qilsan, sen biznikini qilasan, biznikini qilmaganingdan boshqa biz xato. Bunday ish yo'q, qarindishim. Hamma odam o'zining imkoniyatiga yarasha, o'zining ishiga qarasha nishon aniq bo'lsa, nishon to'g'ri bo'lsa, shu yerga har xil shaklda yo'l bilan boradi. İmkaniyatiga yarasha boradi. Bedelini ham to'lab boradi. Bedel to'lamasa hech qachon nishonga yetkazib olmaydi. Ammo menga o'xshamadi deb men boshqa odamni kamsitishga, boshqa tashkilotni, boshqa insonlarni ularni kamsitishga men haqqim yo'q. Men chuqur o'zimning ishini yaxshi qilib, menga berishim kerak. Boshqa yerdan ishimga mendan maslahat yordam so'rasa, qo'limdan kelsa qilsa bo'lib kelmasa, topmaysa qarindishim desak bo'ladi. Lekin mening o'xshimi desam, menga o'xshimading deb uni haqoratlash, uni tillash Xitoyning uslubi. Xitoyning shakli. Xitoy shunday diktator o'zigini, ingini, o'zining nimasini chaplayotdi aynan. Xalqimizga shoshqin zo'lab yegizyotdi, haraq yegizyotdi. Qanday dinsiz bo'lsa menga o'xshash deyotdi. Xitoy qilyotdi ya shuni. Shuning uchun Alloh bizni to'g'ri yo'lda qilsin. To'g'ri shaklda minishni nasib qilsin. To'g'ri fikr ideologiyaga ega qilsin inshaalloh. Bizni to'g'ri shaklda tafakkur qila oladigan, to'g'ri shaklda shu narsani oydinlashtira oladigan aql idrak bersin inshaalloh. Shuning uchun qarindoshlarga tavsiya qilganim, vaqt munosabati bilan program biroz uzrab ketib qoldi qarindoshlar. Aybga bo'lmanglar. Uning uchun bu masala ba'zi bir az bir qism insonlarimizni yanilamcho haqning sukut turishi bilan botil avzaylayotgan mazgil bo'lg'achqa biz bu gapni qilishga to'g'ri kelib qoldi. Ramazon munosabati bilan bir shaklda bunday gaplarni asli qilishning o'zi to'g'ri emasdi. Lekin ba'zi bir haliqi munofiqlikning o'zilamcho nima emas, do'stlik yetib boshlaydi. Ba'zilar uchun do'stlikka yetib ishlayotdi. Xitoyga munofiqlik qilish, o'zining millatini setish, o'zining tashkilotini setish, o'zining xizmat qilayotgan plan proyektlarini setish munofiqlik bo'lgan bo'lsa, hozir ba'zi insonlarga do'stlikning o'zi munofiqlik yetib ishlayotdi. Hammangning gapimning to'g'ri yerini qabul qilishingni, xato yerini tashlab qo'yishingni so'rayman. Hammangni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.